Milliy bank alohida kelajakka qadam dasturini amalga oshiradi. Shu maqsad uchun $100 million resurs beryapmiz alohida. Yurtimizda so'nggi yillarda yoshlarning bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanishlari, tadbirkorliklarini yo'lga qo'yishlari va biznes g'oyalar ustida ishlashlari uchun ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan o'z biznes g'oyalarini amalga oshirish istagi bo'lgan oliy ta'lim muassasalarining bitiruvchi bosqich talabalari uchun davlatimiz rahbari tomonidan bir qancha tashabbuslar ilgari surilgan. Jumladan 2025-yil 14-fevral kuni oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirishga ko'maklashishga qaratilgan kelajakka qadam dasturi ishga tushgan edi. Bugungi qahramonimiz Madina Bonu Mamarajabova ham mana shu dastur doirasida O'zbekiston Milliy banki tomonidan imtiyozli kredit olib, o'z tadbirkorligiga asos soldi. Men Navoiy davlat universitetining boshlang'ich ta'lim fakultetini shu yil tamomladim. Talabalik davrimdayoq parfumeriya sohasiga, biznes loyihalariga qiziqishim ancha bor edi. Aynan bizning tadbirkorlikka qiziquvchi yoshlar uchun yurtboshimiz yurtimizda biz uchun keng islohotlar yaratib bermoqda. Aynan mana shunday islohotlardan keng foydalangan yosh sifatida men ham yurtboshimizning 61-sonli qaroriga muvofiq davlatimiz tomonidan ajratilgan kredit miqdoridan foydalanib o'z biznesimni boshladim va men bundan juda xursandman. O'z biznesimni boshlashda menda ancha qo'rquv, hayajon bor edi. Ammo yoshlarga ajratilgan keng ko'lamli islohotlar, oila a'zolarimning qo'llab-quvvatlashi, turmush o'rtog'imning yonimda turishi menga ancha dalda berdi, ko'maklashdi va rag'batlantirdi. O'zimiz uchun xaridor to'plashga harakat qilyapmiz va hozirda xaridorlar ko'nglidan joy olish uchun, ularning ishonchini oqlash uchun va sifatli, arzon mahsulotlar yetkazib berish uchun astoydil harakatdamiz. Har bir ishni boshlashdan oldin albatta bizda qo'rquv, hayajon bo'lishi shubhasiz. Ammo harakat qilganingga yarasha Alloh ham shunday beradi deyishadi. O'shaning uchun harakatdan to'xtab qolmaslik kerak, niyatni yaxshi qilish kerak va boshlash kerak. Hurmatli bitiruvchilar, sizlar ham kelajakka qadam dasturi asosida biznes loyihalaringizni moliyalashtirish uchun O'zbekiston Milliy banki tomonidan imtiyozli kreditlarga ega bo'ling hamda o'z tadbirkorligingizni yo'lga qo'ying.